Sifatli gaz plita bilan sifatsizini nimalardan ajratib olsangiz bo'ladi, qaranglar. Sifatsizroqlarda ko'rib turibsizlar, chugunlari yufqa bo'ladi, quyma emas, oddiy temir. Sifatli gaz plitada ko'rib turganingizdek, rishotkalari chugun bo'ladi, quyma, og'ir nagozkalarga mo'ljallangan, o'zi ham baquvvat bo'ladi. Sifatli gaz plitada duxovkasini haroratini ko'rsatadigan datchigi bo'ladi, ichini haroratini ko'rib tursanglar bo'ladi. Arzonchi gaz plitada xuddi shunaqa haroratini ko'rsatadigan datchigi bo'lmaydi. Arzonchi gaz plitalarni ko'ryapsizlar, bularni zajgalka yoki gugurt bilan yoqishingiz kerak, o'zini avtopochik degan funksiyasi bo'lmaydi, ham bu yerda gaz kontroli ham bo'lmaydi. Sifatli gaz plitalari ko'ryapsizlar, garelkalari turbo bo'ladi, undan tashqari avtopochigi bor, gaz kontroli bor. Gaz kontroli eng kerakli funksiyalardan bittasi. Gaz kontroli vazifasi, qaranglar. Mana mana suv o'chdi, o'zi avtomatik, oldini buramadim. Mana shunday gaz yoqsam, yonish kerak emas. Mabodo o'chib qolgan paytda hech qanday portlab ketish kerak emas. Ham gaz ketib, o'zi kelsa, uyli portlab ketishdan asraladi bular. Arzonchi gaz plitani shotlariga qarasanglar, ulamalari bo'ladi. Kusuk metallardan ulab ishlab chiqariladi. Sifatli gaz plitani qarasanglar, ulamalari bo'lmaydi, hech qanday ulanmaydi. Press orqali ishlab chiqariladi. Arzonchi gaz plitani duxovkasiga qarasanglar, gaz kontroli yo'q. Bu degani gaz ketib kelsa, sizlar uylarda gaz chiqib portlash ehtimoli yuqori. Sifatli gaz plitani qarasanglar, o'zini gaz kontroli bo'ladi. Chap tarafda ko'ryapsizlar, avtopochigi ham bo'ladi. Uylarda gaz ketib kelsa, portlab ketmaydi, gazni o'zi o'chiradi. Tekshirib ko'ringlar, sizlar ham gaz plitalarda gaz kontroli bor ekanmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bosishni unutmanglar.